qizlar, hormanglar, baxtiyormisizlar. Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar men bir qoshiq qonimdan kechiraman. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unitazga o'xshaydi. Hamma kelib silib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо, любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa, eri yo'qdi boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketarkandir, eskilar qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda ayting yana? Erni boshini maqtayman-da. Er bo'lsa yaxshi. Endi hali ahmoqlari bor, urang'ishlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Unaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring nimaga kelib o'zini urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrash, yo'lini qilib ajramaslikda harakatini qilish kerak. Lekin imkon yo'q ajratib. Qaynana uchun erdan ajraladimi ayting? Bu Yulduz opamiz videosiga juda ko'p negativlar va juda ko'p ayollar negativ tarzda video обращение qilyapti-da. Shu joyida men bir diqqatchasiga tushuntirib o'tib ketmoqchiman ba'zi bir ayollarga. Videoni to'liq tomosha qilish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, Yulduz opa bu yerda aytayaptiki, bo'lar bo'lmas narsaga erdan ajrashma. Unitazga o'xshab qolasan. Bunisiga bir suqadi, unisiga bir suqadi. Lalitoga o'xshab 4-5 ta bolani orttirib ko'chada qolasan degan ma'noda aytayapti. Videoni to'lig'ini bir tomosha qilingizlar. Men juda ko'p bu videoni ko'rib chiqdim. Lekin real narsani aytayapti. Qaynonasi urushsam erdan ajrashib ketyapti, eri ichib ketsam erdan ajrashib ketyapti, qaynotasi bir qattiq gapirsam erdan ajrashib ketyapti. Ajrashishni kam qilinglar deyapti. Unitaz bo'g'idish bo'lib qolasan deyapti. To'ylar muborak, kallani ishlatinglar deyapti. Iloji boricha ajrashmaslikka harakat qilingizlar, qudag'ay. Ertaga ajrashib, ikkita bolani yetim qilib, o'zingiz ham ko'chada qolib, mana otaniga qaytib borib, otani uyida baribir yo aka yo uka bo'ladi, ko'zingizga qo'lini tiqib, bunaqa hayotdan ko'ra ana qayinna, qaynota, erdi ko'ngliga qarab yashagan ma'qul. O'tkinchi dunyo deyapti bu Yulduz opa. Paxta qo'yish emas, haqiqatni gapirgan. Ayrim bir to'poylar nihuya tushunmagan. To'ylar muborak bo'lsin. Hayot o'zingizniki, ko'tingizga tiqib yuborisham qo'lingizda, gulda yashnatib yuborisham qo'lingizda. Zirt-zirt, короче. Zirt-zirt.